Uyga archa bilan qalampir ekib bo'lmasmish. Uyga nasha bilan ko'hnor ekib bo'lmaydi. Mana shuni bilib olinglar. Dinga olsa gunoh, qonunga olsa jinoyat bu. Uyga nasha bilan ko'hnor ekmang. Archa u priyatli narsa-ku. Hamisha bahor deydi buni. Doim yashil turadi. Nechisangiz ko'yingiz yayraydi. Pulingiz bo'lsa, sharoit bo'lsa, qimmat archalardan eking. Mana o'sha bitta mahallada aytib kelishdi, o'sha bo'lganligi uchun. Bitta o'sha mahallada endi hamma otinoylarga tegib ketmasin bu gapimiz. Biz otinoylarga hech bir e'tirozimiz yo'q. Agar to'g'ri yurib, to'g'ri xizmat qilayotgan bo'lsalar, o'sha mahallani otinoyisi kirib betini to'sibdi. "Ha, nima bo'ldi? Palonchi Pashaxon opa" desa, "Voy, uylarga archa ekibsizlar, tezda ustini o'rab qo'yinglar." Tavba. Mana shuda endi hayron qoladigan ishda. Shu o'sha kishim o'sha hududni otinoyisi bo'lib yuribdilar endi. Qalampirda aytishadi, endi u 40 yil qarzingni uzaman deydi. Nabarot u zo'rgu zo'r hosil beradi-yu. Bugun borib uyga, tuvakka, mehmonxonaga qalampir ekinglar. Eking qalampir. Nimaga ekib bo'lmaydi? Qalampirni qo'lga berib bo'lmasmish. Nimaga berib bo'lmaydi? Duo qilyotib, dasturxonda pichoq turib bo'lmasmish. Ha, duoda u bitta xanjarga nima daxli bor? Duoda qirqarmi shu? Uyga kilonga solib, masalan, dasturxon qoqmasa, hozir endi kultura bo'lib ketdi, madaniyat bo'lib ketdi. Kimdir chachiqda o'rniga salfet ishlatyapti, dasturxonning o'rniga chiroyli bitta kilongani solib qo'ygan, qoqmaydi, artadi misol. Nimadirmish? Yo'q, bunaqada yegan ichganimizni savobi dadam buvamga bormaydi. Ha, u dasturxonni savobga nima daxli bor uni? Akkuratlik qilib artib, idishga uvog'ini olib, masalan, yo tovuqqa beryapti, yo bir chekka to'ksa, masalan, qushlar yeydi misol. Uni chachib bo'lmay bir chekka to'ksa, qushlar yeydi. U ham sadaqa bu. Uni nima daxli bor? Mana o'sha ayollar ichida yana o'sha bid'atlar bor ekan, o'sha biz bilmaganligimiz uchun bizga hayron qilman. Shu yerda yozib, yo Alloh dedim, bu hayotda to'g'ri ish qolmabdi, devordim-da, mana hozir o 40 taga yaqin narsa yozib tashlaganman. Ali ayollar ichida o'sha o'xliq, chekish degan narsalarni ham qanaqadir bir nimadir narsa deb o'ylashar ekan. Masalan, birovdan bir o'xliqmi bir narsa olsa, uni quruq qaytarib bo'lmasmish. Yana ayollarning marosimi bor. Buysham mushulkshot deb peshadi. O'sha ertayda o'qishadi, tapchkasi yo'qolib qolibdi, bu narsalar deb. Shuni xotinlarga o'qitmaylar mana shu narsani. O'sha ayollar ham o'sha yetkazib qo'yinglar o'sha ayollarga. Mushkulimizni shod qilib, mushkulimizni yechadigan faqat Alloh bo'ladi. Halollik, to'g'rilik, iboh, hayo sizni mushkulingizni oson qiladi. U ko'chada chalpay tarqatish mushkulimizni oson qilmaydi u. Tasavvur qiling, mana hozir mashq kunlarda boshlandi shu narsa. Hozir sahar holvetar olib chiqadi. Shunda dadam ko'rib, ha, dadangizni ko'rsangiz, nima holvetar qilasiz? Qovog'i soliq ko'ribpa, ha, siz aroq chekkaningiz uchun dadangiz qovog'ini solib tushizga kirdi. Siz u holvetar qilmay aroq ichishni tashlaysiz. Ibodat qilmayotganingiz uchun, o'sha azoblanayotganingiz uchun xafa holatda tushizga kirdi. Ibodatingizni boshlang. Xo'p, keyin o'ziga o'zi bitta hayvonni xoslab olish, nima deb kumirim deydimi, nimadirdirkan buni? Mana palondaqa chayan yo mushuk yoki nimadirdirkan. Shunaqangi ko'proq bir ayollarda bo'lyapti bu. Keyin munajjim bashoratlariga bugun ko'chaga chiqmayman desa, uyda o'tiradigan musulmonlar bor ekan. Bugun siz yomonlik kutadi. O'sha sizga shu bashoratni bergan odamda o'zini qarangda, o'zi kanalizasiyaga tushib ketgan, o'zi bilmaganga tushib ketishini o'sha. O'zi avariya bo'lgan. Bu 2 juma oldin aytdimmikin, bitta obro'li odamni oldiga bir following kelib, sizni hamma kelajagingizni aytib beraman deganda qulog'ini qo'yib yuborgan ekan. Nimaga urding desa, o'zing kalta eshikni bilmadingmi sen? Bashoratchi bo'lsang. Tur yo'q albattan degan ekan. O'sha agar qulog'ini tagiga shu meni uradi deganda kelamidi o'shani oldiga. O'zini bilib olsin. Islom yulduzi kanali. Dunyoga mukammal nigoh. Keyin xalqimiz ichida o'sha nima emish, tuz to'kilmasmish. Tuz to'kilsa yomon bu, gap so'zga qolarmish. Ha, tuzni idishini noto'g'ri ushlagandan keyin to'kiladi u. Tuzni nima daxli bor hayotimizga? Keyin bitta akamiz aytib berdilar, uyda tuz idishni qarasan, suvay turibdi. Keyin adashib bolalar sopsada olib tashab, ana tuz idishga qarab qo'yinglar. Bolalar suvay solib qo'yibdi desa, o'sha uyda ayollar aytdi, "Yo'q, men soluvdim suyakni." Ha, nimaga desa, uyda o'lim bo'lsa, tuz ichiga suvay solib qo'ysa o'lim bo'lmasmish. Ana. Shu ayollarning ichiga chiqayotgan gaplarning bittasi. Bitta odam ko'chaga chiqib ketsa, safarga chiqsa, uni orqasidan shipiri bo'lmasmish. Bitta odam robotdan tashqariga chiqsa, endi uyga qaytib kirib bo'lmasmish. Ishi yurmasmish. Bitta narsa esidan chiqib qolib ketsa ham, kirib qaytib olib bo'lmasmish. Ishi yurishmas ekan odam. Qora mishiqni endi hammalar ham bilasizlar endi. Qora mishiq bu katastrofa.
yo'lidan chiqsa bo'ldi, tamom. Keyin kelinni yig'ilgan ko'rpasini ikkinchi marta yig'ib bo'lmas ekan, shuncha og'anamaslik kerak ekan. Ha, endi ko'rpa yig'ishni bilmagan odam yiqqandan keyin og'anaydi-da u. U og'anasa qanaqadir baxtsiz bo'larmish. Safar oyida to'y qilib bo'lmasmish. Safar oyida to'y qilgan odam baxtli bo'ladi kerak bo'lsa. Nikoh uzugini yo'qotib qo'ysaymish, bu oila uzoqqa bormasmish. Nikoh uzugini taqayotganda yerga tushib ketsa bo'lmasmish. Nikoh uzugi bilasizlarmi qayerdan kelib kelgan? Biz islom dinida nikoh uzugi umuman daxli yo'q narsa. Birinchidan erkak kishiga tilla narsa harom bo'ladi. Ikkinchidan qanaqasiga nikoh uzugi bo'lishi mumkin? Faqatgina o'sha ayol kishiga podarka qilib, erkak kishi hamiyatli erkak ko'pchilikda taqmaydi xotiniga uzuydi. Uyda o'zi mashinada olib ketayotganda mana deydi. Tizzalab berilmaydi uzuydi. Ayolga tizzalanmaydi. O'sha boshidan berib qo'yilyapti ayolga. Ya'ni hozir Yevropadan ommaviy madaniyatdan o'rganyapti. Bilasizlar, sevgisini shuna izhor qiladi. Ko'pchilikning ichida o'zicha ular uchun bu bir nima deydi, bir mo'jizadek. Bitta tizzalaylar, bunday idishni ochib uzuydi beradilar, bo'ldi. Shu eng zo'r baxt shu ular uchun. Bizda eng zo'r harflik shu biz uchun. Bizning millatga umuman to'g'ri kelmaydi bu. Xotin kishiga tizzalaydi jahonda erkak kishi. Keyin ayollar ichida bir gap bor ekan, mashina ham yetkazib qo'yish kerak. Shuni yangi turmushga chiqqan qizni uyiga, ko'rpasiga, narsalariga ikkita oila qurgan ayolni yaqinlashtirishmas ekan. Nimaga desa, ikki marta bu, ya'ni eri o'lib qolganligi uchun yoki eridan ajraganligi uchun ikkinchi marta turmushga chiqqan ayol o'shanga yaqinlashib bo'lmaydi. Sababi buni ham turmush ikki marta bo'lib qolishi mumkin. Ko'ryapsizmi? Nimalardan shumlanyapmiz? Nimalardan biz gumon qilyapmiz? Qadigi yo'q, bo'lmagur narsalardan biz gumon qilamiz. Hamma yo'q nima? Val qadari khayrihi va sharrihi minallohi taala. Taqdirda yaxshisi ham yomoni ham Xudodan bu. Yana eng men misol 41 ga kirgan bo'lsam, sizlar ham endi eshitsalang kerak, 70 ga kirgan odamam. Bu bir kulgiz ham keladi, bir yig'lagiz ham keladi. U nima desangiz, ikki qat tut, bo'g'iz daraxt degan nom qo'yib olishibdi. Bo'g'iz deganda bilasizlar, bu mol desa bo'g'iz mol deydi-ku, shunaqa. Farzand ko'rmayotgan qizini, kelinini o'shanaqangi daraxtga olib borib aylantirish paydo bo'lib qolibdi. Qanaqadir o'sha ekilganda biror joy bukilib qolgan daraxt bo'lsa, shu bo'g'ozga o'xshab qolgandir-da endi. Shuni olib borib, o'sha tug'mayotgan kelinini yo qizini olib borib aylantirib kelyapti ekan. Azizlar, bu endi eng yomon, bu shirk bu. Bu gunohi kabira bu. Hali ko'pchilik qilayotgan ishni biz noto'g'ri devorgani qo'rqmaylik-da biz bu narsalarni. Ochiq aytayapti, bu juda yomon narsalardan bittasi, ko'zmunchoq saqlaydi deyapti. Nimani saqlaydi ko'zmunchoq? U bitta plasmassa bo'lsa, bitta ishcha bo'lsa, u nimani saqlaydi? Bizni Xudo saqlaydi. Qiyinchilikni Xudo beradi, agar bergisi kelsa, sinayman desa. Keyin eng uyat ishlarimizdan bittasi, buni ham qilmasa bo'lmaydi deyishar ekan. Xo'p, o'sha ayollarni uylangan kuyov bola chimillig'iga kirgan kunida oyna ko'rsatishadi. Biz ayni deydi-ku, oyna ko'rsatishadi. Bu eng bezbetli ishlarimizdan bittasi bu. Oyna ko'rsatib, savolini aytgani ham uyatasizmi? Sanga nima qizig'i bor uni, qachonligi, qanchaligi? Sanga nima qizig'i bor? Buni eshitmaganlar, boshqa viloyatdan kelganlar, mana o'tirganlar nima deyapti ekan deyishingiz mumkin. Endi mayli sizlar tushunishlar uchun mayli aytib qo'ying. O'sha oynani ko'rsatishib aytishar ekanki, men endi ustida bo'lmaganman, lekin ustida bo'lgan kuyov bolalar, kuyov bolani o'rtoqlari aytishyapti, oymi kunmi deb so'rar ekan. Nima bu? Nima deb tushunish mumkin? Tasavvur qiling, bitta begona ayol, bitta begona erkakdan so'rayapti. Birinchidan yoshlar, kuyov bolani qo'shib qo'yamiz deb uyga olib kirayotgan uyatsiz yoshlar. Kuyov bolalar, shu uylanayotgan bolalar bo'lsa, eshiting shuni. Qanaqasiga siz uyingizga begona o'rtoqlaringizni olib kirasiz? Islom yulduzi kanali. Dunyoga mukammal nigoh. Uyating bu, uyatsizlik bu narsa bu. Keyin eri xotin bor joyda boshqa ayolni ikkinchi xonada yotishligi. Nima deb tushunish mumkin? Kuyov bolaga ochiq aytadigan ayollar bor ekan. Kuyov bola endi bizga ruxsat bering, ketaylik. Uni tushunayotgandirsizlar. Tur yo'qol ketaver. Seni bir o'sha o'tirib, navr problemasan sen. Muammosan sen navr. Ket bor, ket o'sha yoqqa. Bizga ruxsat bering deganlarni tushunayotgandirsiz. Endi buni gapirib o'ralmayman endi. Men betim qattiq bo'lsa ham, endi bu baqiga o'talmayman endi. Ko'ryapsizmi? O'sha qolgan ayolni endi xo'p, yo'q, buni yaxshi tomoni ham bor. Nimaga desa, endi har xil holat bo'ladi, palon po'kin. Telefonlar bor, meditsina rivojlandi.
Bitta telefonda 3 minut, 4 minutda hamma yo'q hal bo'lyapti. Endi xo'p, o'shanaqangi meditsina rivojlanmagan, telefon rivojlanmagan paytda xo'p mayli o'sha ayol o'sha kelinga qaysidir ma'noda bir qanaqadir noxush holat bo'lsa yordam berish uchun qolish mumkindir mayli. Lekin hozir bitta telefonga doktor ham kelyapti, bitta telefonga o'sha qoladigan xolasi ham 3 minutda mashinada yetib kelishi mumkin.